Bir kimsa umrining so'ngiga qadar yig'di mol u dunyo, yig'di siymo zar. Pulim yo'q. O'zi beradigan joylarim ko'p. Uni qiziqtirdi na do'stning holi va na qo'shnisining o'ksik ahvoli. U chindan mol-mulkning jilovin tutdi, faqat nafs ortidan ot surib o'tdi. Bir kuni bahukmi taqdiri azal shamshirin ko'tarib keldi-ku ajal. Endi nasimu zar qutqara olur, na billur, na gavhar qutqara olur. Rozi yo norizo farqi yo'q mutlaq. Doktor, mashhurni olib o'rtog'imga yaxshilab qarang. Doktor! Bunday choq chorasiz, hatto do'st, o'rtoq. Beshafqat ajalga berar ekan tan u dedi. Shu ekan. Dunyo shu ekan. Marhumga marhumlik ko'rilgay loyiq. Uni qabristonga eltdi xaloyiq. Uyum tuproq bo'ldi quvonchi, g'ami. Kimdir boqib dedi. Shunga shunchami?